Boy aka, mana qaymoq. Bu qaytimi? Sal qimmat emasmi? Taqsir, bu asl zotli sigirli oliy navli qaymoq. Bitta yeng, ta'mi og'izda qolib ketadi. Mijoz bo'lib qolasiz. Shunaqasi ham bo'ladimi? Bo'ladi-da. Xo'p, bo'pti. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling aka. Bitta qaymoq bering. Xo'p, bo'ladi-da. Uzr aka, har safar ikkita qaymoq olardingiz. Bu safar bitta olyapsiz-da, tinchlikmi? Ikkinchi qaymoqni rahmatli dadamga olardim. Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Uzr aka. Hech qisi yo'q. Mabodo dadangiz yaqin do'sti bormi? Ha, bor. Unda mana bu qaymoqni o'sha dadangiz yaqin do'stiga borib bering. Otangiz ko'rgandek bo'lasiz. Unaqada yana bitta bering. Xo'p, bo'ladi-da. Mana, yana bitta. Mana. Bu qaytimi? Bu safar sizga o'tib berdim. Savobga men ham sherik bo'lib qolay. Kelib turing aka. Mayli, rahmat. Mabodo shu odamni amakisi ham bormikin-a? Ha, mayli, keyingi safar so'rayman. Kelinglar, mana qaymoqlar bor. Qaymoq tozasidan.